Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Biz hozir yog'och bozoriga keldik. Yog'och mahsulotlari terak, ya'ni terak mahsulotlari, tomga, strapilar, torsi mahsulotlarini, narx-navolarni to'liq obzor qilishga keldik. Qani bo'lsa biz do'konchilik egasi bilan gaplashamiz. Xotirjam sizlar ungacha Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar, podpiska bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Yaxshisizlar ham. Aka, biz yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga nima tushadi? Tom mahsulotlarni ham bir ko'rsating, o'shanga bir xotirjam kelib, o'z og'izdan birga eshitgani keldi. Bo'ldi, xudo xolasa bizda mana shu faqat terak mahsulotlari, keyin tomdiki. Biz ko'proq biz tom bilan chiqilamiz. Bular to'sinlarimiz, xudo xolasa 4,5 metrli. Bu necha metrlar ekan? 4,5 metrli. 4,5 metrli. Endi narxlari 130 ming so'm aytaveramiz. Kami ko'sti bor kelishganda, xudo xolasa. Nechta endi bitta pachkada aka ichida? Bitta pachka mashinasi hozir 28 talik. 28 talik, xudo xolasa. Ichida nimasi yo'q, tanlab olaveradi. Yoqmaganini tashlab ketaveradi. Kelishaveramiz bu tomonini ham. Xolasa tanlab olishga, xolasa bir boshdanga pachkaga kelishilaveradi. Buzi aka. Bunisi 5 metrligimiz. 5 metrligimiz 170 ming so'm aytilishi. Kami bor. Kami bor, xudo xolasa. Buni ham ichidan tanlashi, nima qilishi? Tanlashi bir boshdanga kelishaveramiz buni. Vali hozir tashlasa bo'laveradimi? Quruq. Tashlaveradi, quruq, 100% quruq. Yo'q, xudo xolasa unaqa narsa yo'q. Keyin sorti ham haqiqiy o'zimiz toza ko'k terakdan. Eski terak. Eski o'zimiz terakdan. Bu tomonlariga bexijolat sortiga, xudo xolasa. O'rtasalarichi bulari? Xo'p, bular ayvon to'sinlarimiz, bular ham 5 metrli bular. Ayvonlar. Ayvonlarga 130 ming so'mdan. Kimdir baquvvat sarrob deydi, kimdir ayvon deydi. Ayvonning katta to'sini bu endi bu ham. Bular 6 metrli strapilarimiz. 6 metr. Puli 50 ming so'mdan 70 ming so'm, 65 ming so'mgacha. 50 ming. 50 mingdan boshlanadi. Buni ichi ham toza, toza. Endi pachkaga bo'lsa 6 metrli mashinalarda 45 dan ham qilib beraveramiz. 45 dan. Xudo xolasa, bir boshdanga 45 dan qilib beraveramiz 6 metrlilarimiz. Mo'cha baquvvat katta to'rsinlar ekan buni. Bular endi boy to'sinlar, xudo xolasa baquvvat, ichlari ham bir xilda chiroyli, podborniy qilib terilgan. Pullari 180 ming so'mdan. Metr necha metr uzunligi? 5 metrli. 5 metrli. 5 metrli. Bunisi 20 bitta donasi pachkada, bunisi bunisi ham 20 bitta ekan. Ikkosi ham 20 bittadan. Narxi ikkoniki? Narxi bunisi, bunisi ham 180 ming so'm. Qilib beraveramiz, xudo xolasa. Bunisi endi baquvvat 4 metrli to'sinimiz. 130 ming so'm. 130 ming so'm. Kami bor. Bu ham xuddi shunaqa kelishiladi, xudo xolasa. Mana ular 4,5 metrli to'sinlarimiz mana. Bular kichkinasi nimaroq, kichkina uylar. 130 ming so'mdan bular ham kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Dastavkalari kelishamiz, xudo xolasa. Dastavka qilingan savdoga qarab qilib beraveramiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab endi voqagan chiqarilaveradimi endi? Chiqaramiz, xudo xolasa chiqaryapmiz. Voqagan chiqarilaveradi. Beryapmiz. Vaqt soatidan kelishyapti, kelishib qolsak beryapmiz voqaga ham, o'zimiz vodiyga ham. Bular endi ayvonga 4 metrli to'sinlarimiz. Mana shu yergacha 4 metrli ayvon to'sinlari puli 60 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. 80 ming. Pullari. Mana ular endi kashaylar, hali tom ichiga ishlaydigan narsalar 4 metrligi 20 ming so'mdan. 20 ming. Mana u yerda yotgani endi buni tikka qila olmaymiz, og'ir, katta 6 metrli to'sinimiz bular. Buni ham kelishaveramiz 200 ming so'mdan. Baquvvat to'rsini. Juda baquvvat to'sinlar. Xudo xolasa bexijolat. Sorti o'sha o'zimizni toza teraklar inshaalloh. Bular primichkalar. Primichka. 30 ming so'mdan aytilyapti. Kami ko'sti bor, kelishtirib beramiz. Mana qadrli obunachilar, romlarni tepasiga, eshiklar tepasiga rom, lekin koridorlarga to'singa ham ketaveradi bular. Ketaveradi. 2,5 metrlilari bor, 2,5 metrlari 40 ming, 45 ming so'm. Kelishtiramiz uni ham, xudo xolasa. 3 metrligimiz bor bu yerda mana. Bundan ham tanlab olishaveradi. Tanlab olaveradi. Bu tomoniga ham kelishaveramiz. Bir boshdanga ham, kallashga ham kelishamiz, xudo xolasa. Mana unisi 3 metrligimiz. 55 ming so'm. Xudo xolasa. Buni tashlab turib, hali bu 3 qator g'ish urib turgan sesma quyib olaveradi-da, buni hali sesma quyib yurmaydi, nima qilib, balka qilib. Salomat bo'linglar, bolalar. Bularni kelishilgan holatda qilib beraveramiz 50 mingdan 60 minggacha. 50 mingdan 60 ming. Pulini olishiga qarab kelishamiz. Tanlab olishi bo'lsa 55 ming, 60 ming. Bir boshdanga bo'lsa 50 ming so'm. 3 metrli 7 ga 13. 7 ga 13. Bu ham to'sin, sarrob, laga, shu nimaga ketaveradi andaqalarga. Xudo xolasa. Mo'llar buni ham tanlab ko'rin va qolib so'radi. Bu tomoniga kelishamiz. Bu 4 metrlisi. 4 metrli. Bu lagaga bu
laga to'sin sarrobga bu ham. Mana. Ketaveradi, uchovsiga ham. Operator mana. 4 qirra chiroyli mana. 4 qirra chiroyli hammasi. Mana ag'i nechi? 10. Salomat bo'ling. 7 ga 13 bu ham. 7 ga 13. 7 ga 13. Ko'rsatavering hamma yo'g'ini. Bexijolat. Toza terakdan chiqarganmiz. 4 qirra turibdi mana. Xudo xolasa chiroyli. Yoqmagani bo'lsa qolaveradi mana qadrli obunachilar. Terak mahsulotida birinchi o'rinda sort turadi. Xudo xolasa toza ko'k terakdan chiqarganmiz. Chiroyli. Undagi bizni obunachilarimiz musofirda har joydan ko'radi-da, yo'ldan, vohadan ko'radi. Telefon orqali ham zakaz qilsa, qana bo'ladi? Xudo xolasa zakaz qilishsa, chiroyli qilib, Chiqaraveradi. orintirmaydi qilib beramiz. Qilib beryapmiz o'sha. O'zi yo'q bo'lsa ham hali chiroyli qilib. Ha, o'zi yo'q bo'lsa bitta uydan o'sha birorta tanishlar, ustasimi bir akasini kelsa, Xudo xolasa zo'r qilib beramiz. Inshaalloh. Xullas, necha xona uy bo'lishidan qat'iy nazar shatda material to'la bitadi. Bitadi. Bitta fura dislami, bitta Isuzu'da qo'lining lagasigacha bitadi, Xudo xolasa. Lagasi. Faqat endi pol patologiya yo'q, bizda faqat tom mahsulotlar. Tom mahsulot. Mana ichkarida ham katta skelet bor ekan. Ko'raverasiz. Oldiga o'tib oling mana. Xo'p, bular 3 metrli to'sinlarimiz. 3 metr. To'sinlarimiz to'singa yaraydigan mana ularni hozir 30 ming so'mdan, ular 50 ming so'm. Mana ham o'shanaqa 30 ming. Bu 3 metrli, 4 metrli kashaylarimiz. 3 metrliklari 15 ming, 4 metrliklari 20 ming. 20. Ha. Ulardan ichidan tanlab, kelishiladi. Ko'rib olishaveradi. Xudo xolasa bir xildan narsa. hali xarob qilib, ichlariga mayda qo'yib anaqa emas. Xudo xolasa xohlaganda qilib, kelishilgan holatda bir xilda chiroyli qilib, orintirmaydigan qilib beramiz. Bu tomon mana bag'da ham katta skelet bor-ku. Bag'dachi aka, bular strapili hammasi. Bular 5 metrli, hammasi. 5 metrli endi. Sarrob, strapili, laga shunaqa narsalar bular ham. Mana unisi sarrobimiz 5 metrli. Bular necha pul bu? 70 ming so'mdan. 70. Ha. 70 ming so'm. Bitta paskada nechta bunda? 20 bitta. 20 bitta. 20 bitta. Ular ham shunaqa kelishilgan hol. Bu 5 metrligimiz bu ham. Strapilasi 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha bor bular ham. Strapilasi. Bular ham mana strapila 5 metrli. Burchoy deylari, o'shalar 40 ming so'm. Toza nima ekan, yarasali chirigi yo'q. Yo'q, Xudo xolasa qurti, chirigi yo'q. Ana qadrli obunachilar, hammasi kesalaring yo odamlaring ustalaring jo'natsalaring ichidan tanlab nima qilib yoqmagani qoladi, almashtirib beradi. Mana bular sarroblarimiz. Mana ular 5 metrli sarrob, yengil ayvon to'sinlarimiz bular. Puli shunaqa 80 ming so'm. Holatiga qarab. Mana 6 metrlilarimiz yana bir. 6 metrli, ha, bu ham 6 metrli sarrobimiz 60 ming so'mdan aka. Mana 4 metrli ayvon to'sinimiz 36 talik pachka bu. 36. Ha. 80 ming so'mdan puli. O bunisi 5 metrli to'sinimiz. Bu ham o'shunaqa 180 ming so'm kami bor. 170 ming so'm. Bu ham to'sin. Ayvonga yengil ayvon to'sinlari. Dorzoxonalarga tashlasa bo'ladi. 70 ming so'mdan puli. Kelishtiramiz yana, kelishsanda kelishaveramiz xudo xolasa. Xullas shatda ish bitar ekanda, hamma yo'g'i bor. Mana skelet tozalashyapti. Hamma yo'g'i bor. Vassalarimiz endi yo'lda ag'daligi uchun ko'rsatilmadi, hozir yo'ldan o'tib bo'ladi. Vassalarimiz ham lapet vassalarimiz 15 ming so'mdan, shoq vassalarimiz 10 ming so'mdan. Ulardan bir kun obzor qilamiz. Xudo xolasa, uni ham bitta chiroyli qilganimizda yana bitta obzor qilib maqib qo'yamiz. Daha endi o'sha 6 metrlilarimiz. Bular, ha, 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha 6 metrli bor. Strapila sarrob. Xudo xolasa. Endi oltini 45 dan 70 gacha desa ham bo'laveradi. Sababi yo'g'on ingichkaligiga qarab. Xudo xolasa. Hozir eng nimani strapila, eng uzuni necha metrli? 6 metrli bo'ladi. Undan oshig'i. Endi mashida endi nimasi? O'zi 6 metrlikdan uzun bo'lmaydi. Sasnada ham, terakda ham. Eng uzuni 6. 6 metrli. Xudo xolasa. Mana shu joyimiz. Obunachilar, mana ko'tlaring, sizlar aytgan nimalarni chiqardi, videolarni taqdim mana aka, telefonlar nomerlari bo'lsa agar, tagiga chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi. 90lik 631 1255. Xudo xolasa telefonlar chiqaraverasizlar. Adresimiz shu. Lakasamiz Marg'ilondan kirishda Langar Metan. Adres house ham bor. Adres. Gastiniца adres housedan kelganda Langar Metanga yetmasdan chap qo'lni.